Hammaga assalomu alaykum. Bugun shlakablok uskunalarimizga ishlatiladigan yoki boshqa sohada ham ishlatiladigan chervakli reduktorlar haqida gaplashamiz. Bu reduktorlarimizni asosiy ish vazifasi bir tarafga ishlaydi va ya'ni mana bu ikkinchi valimiz tormoz hisoblanadi. Bunisi tormoz sifatida ham ishlaydi. Liftlar, shunga o'xshash qurilmalarga ishlatiladi. Biz ham xuddi shu lift qurilmasiga yaqin bo'lgani uchun biz ham xuddi shu reduktordan foydalanamiz. Buni asosiy e'tibor beradigan jihatlarimiz, ya'ni korpuslarimiz tushgan bo'lishi kerak albatta. Tushgan bo'lsa mustahkamroq bo'ladi. Uzoq har xil nagruzkalarga chidam beradi. Mana bu zublarimiz bo'ladi. Bu zubimiz reduktorning kuchi yuragi hisoblanadi. Bu yerda mana bu qismlarni yaxshilab qarasangiz, mana yeyilmagan yangiday turibdi. Bu yangi hisoblanadi. Buni yeyilgan videolarni keyingi videolarga solishtirib ko'rsatib beramiz. Bu albatta bronzada ham bo'lishi kerak. Bronza ishqalanishda mustahkam, yaxshi ish bergani uchun bronzadan yasaladi va juda ham mustahkam bo'ladi. Ma'lumotlarimiz yoqqanimizda yurakchani qizartirib like bosib qo'yamiz va bizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.